Hazreti Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar: "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha dakhalat min ayyi abwabil jannati thamaniyati sha'at." Har bir ayol 5 vaqt namozini o'qisa, Mohi sharifi Ramazonda roza tutsa, pokdoman bo'lsa, eriga itoatda bo'lsa, jannatning xohlagan darvozasidan kiraver deb unga nido keladi. Xohlagan darvozasidan. Jannatning 8 ta darvozasi bor. Bir darichasidan kirib olsak ham katta gap. Nafaqat darvoza. Demak bu ish shunaqa nozuklik, shunaqa mas'uliyatni talab qiladigan ish ekan. Idza sallatil mar'atu khamsaha, ayol 5 vaqt namozini o'qisa, Xudodan qo'rqsa, Alloh taolo marhamatiga musharraf qiladi. Va somat shahroha, roza tutsa, nafsini jilovlasa, va hafizat farjaha, axloqiy pok bo'lsa. O'tganga ham hozirgi kunda xususan axloqiy normalarning, axloqiy me'yorlarning buzilishligi chegara qolmadi. Qo'llarida telefon, Telegram, ijtimoiy tarmoqlar, Instagram va hokazo. Uni chegarasi yo'q. Axloqiy agar buzilaman desa, ayol xohlaganini qiladi. Faqat yaratgan Parvardigorning nizomi uni ushlab qoladi, saqlab qoladi, oilani mustahkam qiladi. Va atoat ba'laha, eriga itoat qilsa, fa yuqalu lahu udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati thamaniyati shi'ti, jannatning xohlagan darvozasidan kiravergin deb unga Alloh taolo nido yuborar ekan. Shunday ekan, oilaga nihoyatda ahamiyatli bo'lishligimiz, oilalarning mustahkamligi, ikki juftning halovatli hayotlari, oilaning mustahkamligi yosh avlodni solih, mu'min, qobil qilib tarbiyalanayotganligining nishonasidir.